Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Abdulloh Mahkamov. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa qisqa vaqt ichida tez o'sadigan va yaxshi daromad topish mumkin bo'lgan zamonaviy kasb haqida gaplashamiz. Bu hozir O'zbekiston saytlarida 10 mingta, hattoki 20 mingtadan ortiq vakansiyaga ega bo'lgan sotuv menejerlik kasbi. Oranglardan ko'pchilik bu kasbni menimcha eshitdi, internetlarda ko'rdi, sababi hamma joyda kim ish qidirmasin, kim yangi kasb, zamonaviy kasbga qiziqmasin, internet yoki saytlarda faqat sotuv menejerlik haqida o'zingiz ko'rib turganinglardek vakansiyalar chiqishga boshladi. Bugun sizlar bilan sotuv menejeri o'zi nima ish qiladi, qanaqa pul topadi, o'z umuman vazifasi nima, umumiy qilib olganda umringizni sotuv menejerligiga tikishga arziydimi yoki arzimaydimi, shuni ko'rib chiqmoqchiman. Sotuv menejerligi o'zi bu eng qadimiy kasblarning bittasi. Nimaga desanglar, любой biznesda, любой tadbirkorlikning ichida biznesga pul olib keladigan odam bu sotuv menejeri. O'zi sotuv menejeri nima ish qiladi? Bu kim desanglar, tasavvur qilinglar. Har qanaqa biznesda bu tovar bo'lishi mumkin, bu xizmat ko'rsatish bo'lishi mumkin, ahamiyatsiz. Xizmat ko'rsatishi sotish uchun, ya'ni xizmat ko'rsatayotgan kompaniyani xizmatini siz bilan menga o'xshagan oddiy odam bilishi uchun buni sotuv menejeri bizga taklif qiladi. To есть sizlar til o'rganmoqchimisizlar? Misol uchun ingliz tilini o'rganmoqchimisizlar? Sizlar borib biznesni ichidagi sotuv menejeri bilan suhbat qurasizlar-da. O'sha sotuv menejeri sizlarga ma'lumot berib, siz o'sha uslugani sotib olasiz yoki tovar desa, ishlab chiqaruvchi zavod mahsulot ishlab chiqaradi, uni keyin do'konlarga beradi, ya'ni sotuvchiga beradi va sotuvchidan biz borib, o'sha do'kon ichidagi sotuvchidan borib biz sotib olamiz. Ya'ni bundoq qarasak, biz har qanaqa uslugi bo'ladimi, har qanaqa tovar bo'ladimi, buni sotuvchidan sotib olamiz. Kelinglar, o'zi sotuvchi qayerda ishlaydi, biz qanaqa joylarda sotuvchilar bilan uchrashamiz. Buni bitta sizlar sotuv menejeri o'zi kim? Bu o'zi sotuv menejeri kim, u qanaqa ishlar qiladi degan tasavvurlarda paydo bo'lishini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, do'konga kirsanglar, bu ham sotuvchi. Yoki sizlar qanaqadir mahsulotni o'sha onlayn yoki Telegram orqali, Instagram orqali umuman onlayn holatda ma'lumot olmoqchi bo'lasizlar, ariza qoldirasizlar, sizlarga kimdir telefon qiladi. Вот, mana shu ham sotuv menejeri. Yoki sizlar do'konga kirganingizda har xil tovarlar turadi-ku, misol uchun kola turadi, Pepsi turadi yoki bir shirinliklar, ahamiyatsiz har qanaqa tovarni qanaqadir ishlab chiqaruvchini savdo agenti keladi, do'kon egasini oldiga keladi. "Men tovarim bor, shuni da siz bilan birga sotamiz" deb. Ya'ni xuddi o'sha mahsulotni sotuv agent, ya'ni savdo agenti deyiladi bizning tilda. Mahsulotni olib kelib do'konga qo'yadi va uni biz xarid qilamiz. Tushunasizlar? Ya'ni boya aytib o'tganimdek, har qanaqa mahsulot yoki tovarni sotib olish uchun biz o'sha savdo, sotuv agentlari bilan, sotuv menejerlari bilan kontaktga kirishib, bu mahsulot sotib olamiz. Sotuvchining o'zi umumiy vazifasi nima desanglar, sotuvchining vazifasi, ya'ni oranglarda hozir bu sotuvchilikka qiziqayotganlar bo'lsa, o'zi meni ishim nimada deb savol beradigan bo'lsanglar, bu odamlarga yordam berish. Ya'ni buni oddiy qilib aytganda, har qanaqa odam qanaqadir muammosi bo'ladi oldin. Bu muammosi kuchaygan sayin unga yechim qidirishni boshlaydi. Misol uchun, odam ishxonada ko'tarila olmayapti yoki chet elga chiqa olmayapti. Sababi ingliz tilini bilmaydi, yo rus tilini bilmaydi, tushunasizlar? Va buni ketidan borib qanaqadir o'quv markazlariga, ustozlarga murojaat qiladi. Mana shunaqa vaqt sotuv menejeri o'sha nima deydi, muammosini prosta sotib olish emas. Sizga kerak ekan, buni o'qiring deb, o'zini orqasini o'ylab sotib olish emas. Действительно mana shu muammolarni aniqlab, to'g'ri yechim berish bu sotuv menejerining vazifasi, ishi, missiyasi ham bo'ladi. Keling endi sotuvchilik sizga qanchalik to'g'ri kelishini, mana shu sotuvchilikning ishidan operatsionkasi bo'ladi-ku, ichi shu narsani ko'rib birga sizga to'g'ri kelganini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda sotuvchi g'irt begona odam bilan, tasavvur qiling, umringizni ko'rmagansiz, umringizda u odamni eshitmagansiz, shu odam bilan samimiy, ochiq bo'lib, mazza qilib gaplasha olishingiz kerak. Bu birinchi eng katta talab. Ikkinchi holatda siz mijozga to'g'ri savollar berishingiz kerak. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, mijoz bilan zo'r, samimiy, ochiq bir yaqiningizdek gaplasha olib va o'shandan kelib chiqib, to'g'ri unga holatiga mos tushadigan savollar bera olishingiz kerak. Uchinchi o'rinda mijozni og'rig'ini, mijozni boya tushuntirib berdim-ku, muammosini to'g'ri o'rganishingiz kerak. Uni muammosini to'g'ri o'rganish uchun siz boya aytib o'tgandek g'irt begona odam bilan, umringizda birinchi marta eshitayotgan, birinchi marta ko'rayotgan odamingiz bilan bir yaqiningizda gaplasha olishingiz kerak-da. Odam kimlardir mazza qilib yaqinda gaplashsa, uni eshitadi. Eshitganingizdan keyin muammosini to'g'ri o'rganasiz. Agar shu narsani qila olsangiz, demak, ancha sotuvchilikka mos odam bo'lasiz. To'rtinchisi bo'lsa, nariga muammolarni o'rgandingiz, eshitdingiz, tushundingiz va bizning mahsulot, siz taklif qilayotgan mahsulot shu muammoga to'g'ri yechim bera olaydimi? Mana shu yerda hammani insof deydi-yu, odam ichidagi sущность deydi-yu, shu narsa ochilib qoladi. Agar boya aytib o'tganimdek, siz chin dildan, sal halol harom deydi-yu, shu narsani ajratib gaplashib, yechimni to'g'ri bersangiz, unda mijoz sotib oladi, ertasi duo qiladi, sizdan rozi bo'ladi. Lekin mana shu insonni
ichida bir sal ne to narsa bo'lib yolg'on ketadigan bo'lsa, bu yerda uchun mijoz to'g'ri sotib oladi. Mijoz sotib oladi, lekin ertasidan norozi bo'ladi. Erta mahsulotni olgandan afsuslanib, ikkinchi marta oldingizga qaytib kelmaydi. Shuning uchun to'g'ri odam bo'lsangiz, odamlar bilan gaplashib, maza qilib, kimdir bu действительно muammosining ichiga kirib yechim berish sizga qiziq bo'lsa, unda sizdan zo'r sotuvchi chiqadi. Men sizga mana shu 100% aytaman, sizdan zo'r sotuvchi chiqadi. Qarang, ekranda hozir mana mini test ko'rindi. Birinchi o'rinda odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'rasizmi? Odamlar muammosiga qiziqishni yaxshi ko'rasizmi? Savol-javob qilishni yaxshi ko'rasizmi? Nimadir tushuntirishni, nimadir yechim berishni yaxshi ko'rasizmi? Bo'ldi, sotuv sizga. Sotuv sizdan realniy umringizni tikishga shu narsani yaxshi ko'rsangiz, sotuv aynan sizning kasbingiz. Bu kasbga kirsangiz kam bo'lmaysiz. Mana endi sizlarni eng maza qildiradigan narsa sotuvchi bu biznesning yuragi. Oranglarda ko'pchilik hozir sotuv o'zi nima ekan, bu nima soha ekan hamma gapirayotgan degan odam bor. Mana mana shunda sizlarga aytaman, katta kompaniyalarni ko'rasizlar-yu, bu ahamiyatsiz qurilish kompaniyasi bo'ladimi yoki bir ishlab chiqarish bo'ladimi, yo restoran bo'ladimi, usluga sotishmi, ahamiyatsiz. Sotuv menejерisiz, sotuv yo'nalishisiz hech qaysi biznes yurmaydi. Mana shu narsani o'ylab bir mazza qilib kiraylik. Hammaga e'tibor yoqadi, hamma asosiy figurant bo'lish xohlaydi-yu, sotuvchi biznesning eng asosiy figurant. Sababi sotuvchi biznesga pul olib kelmasa, nima deydi? Sotuvchi sotmasa, biznes umuman yurmaydi. Biznes yurmagandan keyin xodimlar pul olmaydi, to есть biznesga pul tushmagandan keyin, xodimlar pul olmagandan keyin biznes avtomatik bankrot bo'ladi. Shuning uchun sotuvchi bu eng asosiy figurant hisoblanadi biznesda. Nega aynan sotuvchilikni tanlash kerak? Mana endi eng muhim savol, nimaga aynan sotuvchilikni tanlash kerak? IT yo'nalishi bor, 4 yil institutda chirib o'qish mumkin yoki nimadir qilish mumkin. Nimaga shuning ichida men sotuvchilikni tanlashim kerak desanglar, birinchisi hammaga sotuvchilik kerak. Buni O'zbekistonni o'sha veb-saytlaridan, Telegram kanallaridagi statistikadan ko'rishingiz mumkin. Hozirgi zamonda sotuv menejerlariga bo'lgan 10 mingtadan 20 mingtagacha bo'lgan vakansiya, ochiq vakansiya. Bu yo'q uni nima deydi, bizneslar sotuvchilarni topa olmayapti. Shuning uchun 10 mingtadan 20 mingtagacha bo'lgan ochiq vakansiyalar yotibdi. Uni to'ldiradigan odam yo'q. Endi bu nimani anglatadi desanglar, ish joyi VIP, prям VIP tiqilyapti ish joyi. Ikkinchi o'rinda o'sish juda ham tez. Kirasizlar, o'rganasizlar, bo'ldi, ish tayyor sizlarga. Bu bir oy vaqt ketadi, o'rganishlar uchun bir oygina vaqt ketadi. Uchinchi o'rinda institut o'qish shart emas, diplom kerak emas sizlarga. Qanaqadir spetsifik qiyin bo'lgan naviklar sizlarga kerak emas. Va to'rtinchisi o'sish juda ham tez. Sotuv menejerlarining tepasida sotuv bo'lim boshlig'i turadi. Ularning tepasida sotuv direktor, ularning tepasida kommersiy direktor. O'zi bu iyerarxiya sizlarga qiziq bo'lsa, video tayyorlaganman. Videoni ko'ringlar. Mana shu polni hamma sotuv menejerining o'zi kelajagi qanaqa tushuntirib berganman. Bu videoni ham obязательно ko'rib qo'yinglar. Xullas, sotuv menejeri tepasida mana shu ketma-ketlikda ham kadrlar yo'q. Sotuv bo'lim boshlig'i bor, uni tepasida sotuv bo'yicha direktor, uni tepasida tijorat direktori, bular hammasi bo'sh. Tushunyapsizlar? To есть, mana 20 ming kadr bo'lsa, undan tepasiga 5 ming, uni tepasiga 1000, uni tepasiga yana 100 ta. Xullas, juda ko'p bo'lgan kadrlar kerak. Endi eng asosiy savol, nimaga sotuvchilar bunaqa ko'p pul topishadi? Qaranglar, GapSpot bilan mana hozir ekranda mana O'zbekistonda o'sha ish beruvchi saytlarni vakansiyalar chiqdi, ko'rishingiz mumkin. O'rtacha 5 milliondan 15 milliongacha oylik taklif qilishyapti sotuv menejerlariga. Endi muhim savol, nimaga sotuv menejerlar unaqa ko'p pul oladi? Bu hammaga qiziq. Javob oddiy. Men javobini boyislarga aytib ketdim. Sotuv menejerlari biznesga pul olib kiradigan yagona va bir dona bo'lgan vosita. Biznesga boshqa hech qanaqa отделdan pul kirib kelmaydi. Endi sotuv menejerlari biznesga qanchalik ko'p pul olib kirsa, ular shunchalik ko'p pul oladi. Va biznesmen buni bilgani uchun ham sotuv menejerlarini pul olib kirishidan ularga qanaqadir foiz chiqarib berishadi. Shuning uchun ham ular ko'p pul topadi. Tushundinglar? Oddiy misol uchun, buxgalter deymiz, qanaqadir misol uchun 5 million 10 million aniq bo'lgan oyligiga ishlashadi yoki boshqa любой soha ham ularning oyligi aniq, qancha harakat qilsa ham qilmasa ham o'sha pulni topishadi. O'rtancha bu 6-7 million bo'ladi. Lekin sotuv menejeri patolog yo'qda, chunki bular ham qanaqadir ma'noda tadbirkorlar. Qancha ko'p ishlasa, qancha ko'p savdo qilsa, shunchalik ko'p foyda oladi. To есть oddiy, qancha ko'p pul tushirsangiz, shuncha ko'p foyda olasiz. Shuning uchun ham bular ko'p pul topishadi. Endi eng asosiy savol, nimaga sotuv mutaxassisligi uchun umringizni tikishingizga arziydi va nimaga
sotuv menejerligi yoki umuman sotuv mutaxassisini perspektivasi bunchalik baland. Sotuv menejerligi bu biznesning yuragi. Biznes bo'lsa, bu har qanaqa rivojlangan davlatda yuragi. Bu bog'liqlikni tushunasizlar. Davlat qanchalik rivojlangan sayin, bizneslar shunchalik rivojlanadi. Biznes qanchalik rivojlangan sayin, sotuv menejer shunchalik daromad oladi yoki sotuv bo'yicha mutaxassis shunchalik daromadi oshadi, shunchalik ish yaxshilashadi. Endi buni ikkinchi bog'liqligi bor. Sotuv menejeri qanchalik yomon bo'lsa yoki sotuv menejeri mutaxassislar qanchalik kam yoki qanchalik sifatsiz bo'lsa, biznes o'sishi shunchalik qiyinlashadi. Biznes o'sishi qanchalik qiyin bo'lsa, unda davlat rivojlanishi shunchalik qiyinlashadi. Bular hammasiga bir-biriga bog'liq bo'lgan narsalar. Shuning uchun ham bizneslar hozir bunchalik ko'p sotuv menejerlarga talabligi oshib ketdi. Bekorni-bekor boshqa yo'nalishlarda, boshqa absolyut hech qanaqa yo'nalishda 20 mingtagacha bizaga kadr kerak deyishmaydi va ularga 15-20 million berishga tayyor bo'lishmaydi bunchalik ko'p turadigan odamga. Любой biznesga kiring, любой yo'nalishga kiring, qanaqadir nima deydi, maxsus qanaqadir 10 yil, 15 yillik bilimlar bilgan odamga nima pul topyapti. Lekin sotuv menejerligiga kirsiz, 6 oy, 1 yil borani 2 yil ishlagan odam shu 15-20 million pul topyapti. Bu narsani isboti juda ham ko'p. Bunani og'zaki isbotlab bo'lmaydi. Shuning uchun boymaslarga o'sha har xil saytlardagi vakansiyalarni ko'rsatdim. Shuning uchun ham sotuv mutaxassisligi umringizga tikishga arziydi. Sababi sotuvchilar bular kelajakda tadbirkorlar. Men ham qachonlardir oddiy sotuvchilikdan boshlaganman. Hozir bo'lsa o'sha bir nechta bizneslarimiz bor. Siz ham hozir oddiy sotuvchilikdan boshlaysiz va xudo xohlasa kelajakda bir nechta bizneslaringiz bo'ladi yoki bitta katta biznesingiz bo'ladi. Shuni umid qilib, shuni harakatlarni qilib, shuni niyat qilib ishni boshlash kerak. O'shanda xudo xohlasa Italiano hozirdan bizning boradigan yo'limiz aniq bo'lsa, boradigan yo'limiz joyida bo'lsa, unda yo'limiz oson bo'ladi. Agar sizga bu kasb to'g'ri kelsa, agar bu kasbda nima deydi, mutaxassisimiz bilan siz o'zaro gaplashib, kelajagini birgalikda ko'rsangiz, unda bu kasb sizga taklif qilamiz. Ya'ni o'qish o'rganish taklif qilamiz. Mutaxassislarimiz sizga bu kasbga oson va yengil olib kirishga yordam berishadi. Shuning uchun ariza qoldiring, mutaxassislarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Qiziq bo'lgan bo'lsa, YouTube'imizga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Xudo xohlasa bundan ham zo'r ma'lumotlar berib o'tamiz va bundan tashqari eksklyuziv bo'lgan zo'r ma'lumotlarni, aktual ma'lumotlar deydi-yu, yangi tandirdan o'zilgan. O'shani pastda ilova qoldiraman Telegram kanaliga. Telegramga qo'shiling, xudo xohlasa o'sha yerda o'zi sotuvni zo'r o'rganib olasiz. Bizlarni kuzatishda davom eting, obuna bo'ling, salomat bo'ling, sog' bo'ling.